Qara Uyg'urlar 4-bölüm. Van Katip bilan Qara Devining o'limidan keyin Uyg'ur diasporasida qattiq silkinishlar bo'ldi. Ba'zilar endi bizda haqiqiy o'zgarish bo'ladigan bo'ldi deb shodlangan bo'lsa, yana ba'zilar navbat qachon menga kelib qolar deb qattiq vahimaga tushibdi. Chiqilib Uyg'urlar orasida qattiq yer davrgandek bo'ldi. Qabila beshi mushavirlarni yig'ibdi. Bunca qadamlar g'alabalik bo'lyotdi. Keyingi qadamlarni salmoq besish uchun bir fikr almashtirishimiz kerak, debdi u. Bizning planimiz agar to'liq bilan o'rinlansa, ishonamanki, o'lik Uyg'urlarga qayta jon berib, insoniy izzati bilan yashash yoki insoniy sharifi bilan o'lishdek vijdon yo'liga boshlay olamiz. Qolgan ishlarga Alloh kerim, debdi bosh mushavir. Men bir narsani bilib olmoqchi, debdi qabila beshi. Van Katip o'lishdan ilgari Londonda bir Uyg'ur soti tashkillashga tirishgan edi. Ba'zi Uyg'urlar Van Katip qattiq ish qilgan edi. Uni o'ldirish to'g'ri bo'lmadi degandek fikrlar deyishgan. Buningga nima deysizlar? Bu onamga bosqinchilik qilgan hayvon bir chog'larda savob bo'ladi deb maktab soldiribdi ekan. Uni o'ldirmasam bo'pti ekan degandek tuki yo'q bir gap. Van Katip va uning mal'unlari Xitoyning strategiyasiga moslashib, Uyg'urni 80 parchaga bo'lib, illa ittifoqlasha olmas holatga keltirib qo'ydi. Qara Diva va uning so'kso'klari bo'lsa, butun Turkiyadagi Uyg'urlarni qora kiyimlik g'ayriy maxluqlarga aylantirib va yoki Suriya qatorliq davlatlarda o'limga tutib berib, Xitoyning bizni terroristlar nomi bilan xohlagancha qirishiga sharoit yaratib berdi. Londondagi sud jarayonida Van Katipning kirib ketgan qorong'u to'shkidan o'milab chiqib, ha deb o'zini va qurultayni qaytadan birdan-bir deb tashviq qilishidan bu haromzodining asli maqsadining o'zining o'lgan obrazini yaxshilash ekanligi chiqib turibdi. Uni ko'rgan yerda tukurishga ko'ngan xalq yana qandaqdir bir fantaziyaga cho'mgandek qilishdi. Hatto shuning bilan vatan ozod bo'lib ketadigandak bema'ni xiyollarga cho'mganlarmi oz emas. deb boshmusham. To'g'ri. Bu ishqa va bu munofiqlarga to'g'ri baho berish nihoyatda oz kishining qo'lidan keladi. Londondagi sudning roli shu bo'ldiki, burundan guvohlik berib kelayotgan barliq shohidlarning bir yerga jam bo'lib, markazlik holda Xitoyning irqiy qirg'inchiligi haqida ovoz chiqara olishi tunji qatim bo'lg'achqa, xuddi yuqori ovozli bir naqshchining ovozi hamma kishining diqqatini tortgandek, dunyoning diqqatini bir yerga tortdi. Dunyo xuddi chechilib ketgan materiallarni bir arxivda ko'radigandak bo'ldi. Qandaqla bo'lmasin, bu ishning ta'siri bo'ldi. Gerçi ular tasvirlagandek butun dunyodagi davlat matbuotlarning hammasi naq maydondan tarqatgan bo'lmasa-mu, ta'siri xeyli yaxshi bo'ldi. Ammo bu ish bilan vatan ozod bo'lib ketamdi. Xalq ularni kechiramdi. Bu yo'qolgan bir gap, dedi yana bir oqsoqol mushab. Men shunda qo'ydim, dedi qabila beshi uloqlar. Bu ishdan keyin ularning tirildish o'kuli urilgandek tushuklardan yamrab chiqib, Van Katipni Uyg'urning prezidenti deb biljirlashlari qusqunni keltirgan edi. Shundoq, bu mal'unlar xalq nazaridagi xunuk obrazni yuyish, o'tkazgan kechirgusiz jinoyatlarni yepishga uringan edi. Sudning o'ziga kelsak, Xitoyning bu ishning natijasiga parvo qilmaydiganligi aniq. Filippinning Janubiy orol haqida xalqaro sudga qilgan arzining musbat natijasiga parvo qilmagan Xitoyni dunyo hech nima qila olmagan edi. Londondagi sudning natijasi irqiy qirg'inchilik bo'lib chiqqan taqdirdami
Xitoy o'stirib qo'yamdi. Albatta, bu ishni qilish ahamiyatsiz deganligim emas. Bu ishning ortiga chiqishi yaxshi bo'ldi. Ammo buning bilan gunohimni juyman, hatto yana xalqni aldab o'zimga qartaman deyish gunoh ustiga gunoh qo'shganlikdir xolos. Ishning qanini sug'urib elib, yana qon qo'ymag'icha yanala ishdir. Biz o'ltirmasakmi, vatan ozod bo'lganda xalq ularga o'lim hukm qilar edi. Shunga bu ishda hargiz xato qilmadik, dedi yana bir mushok. Sotning natijasini oldin ko'rgandek qilyapmiz yo'q. Alloh saqlasin-da. Agar natija yetarli isbot yo'q bo'lib chiqsa, bu ishmi beshimizga balo bo'ladi. Bu duridi yana birsi. Og'zingga tosh, dedi qabilada. Xudo saqlasin. Biz yana bu ishdan yaxshi natija chiqadi deb tilaylik. Bizning yana bir ig'ir zarbiga uchragudek holimiz yo'q. Hammaydan g'amga patgandek jimib ketdi. Ben bu ish to'g'riliq kutgan javobimni oldim, deb tinchlikni buzdi qabilada. Allah bizni Uyg'ur qilib yaratganida bizdan oq Uyg'urlardek yaramas bo'lib olmasligimizni kutgan. Biz o'z jasurligimizni saqlab qolgan holda yo'limizni davom qilishimiz shart. Albatta, dedi bosh mushavir ovozli qilib. Planimiz ijro bo'lganda Uyg'urlarda olamshumul o'zgarish bo'lganligiga ishonchim komil. Ichki munofiqning jazolanishi qisqa muddat ichida bizda cho'ng o'zgarishlarni olib keldi. Uyg'urlar azaldan o'limdan qo'rqmas jasur bir millat edi. Shunashqami o'zidan ming naslab ko'p bo'lgan xitoylarni tarixdan bosh egdirib kelgan. Amdilikda bo'lsa, ben Uyg'urning holatini uzun yillar qafasga solinib, o'qi yurak bo'lib ketgan bir yo'lbosning oldiga bir tirik to'qinni tashlab bersa, to'qinning sakrishidan qo'rqib, qafiziga qechib kirib mo'kib olgan bechora yo'lbosga o'xshayman. Xitoyning kutganimi dal yo'lbosning mushu holi edi. Yo'lbosni qayta yo'lbos qilish uchun qon to'kish kerak va uning burniga qonning hidini to'xtamay puritish. Shundaqla uningga o'zining yovliqini eslatish lozim. Bo'lmasa, uning qafasda sesib o'lib ketishi turgan gap. To'g'ri, dedi oqsoqol mushavir. Uyg'ur Uyg'urga o'zgarib ketganda ne vaq? Ammo qonda yanala shu gen bor. Yaqi to'lib tugab ketgani yo'q. Van Katibdek bu genni yo'qotish yo'lida harmay tirishgan kuchuklarning tozalanishi tunji qadam. Shundaqla bosmasak bo'lmaydigan qadamdir. Bo'lmasa, padaga o'xshaydigan avam xalq yanada qondagi xuyiga biqib, millatni o'limga boshlayotganlarning keyindan uyqu bosgan holatda ketaverdi va oqibat halok bo'ladi. Shunga biz asli tuzgan planimizni to'liq ijro qilishimiz shart. Barhaq. Mening sizlardan kutganim mushu javoblar edi, dedi qabiladachi uloqlar. Amsi shundoq bo'lsin. Biz asli planimiz bo'yicha yo'limizni davom qilaylik. Agar orada alohida ahvollar ko'rilsa, yana birga muzokara qilarmiz. Hamda chiqib aramasanglar bo'ladi. Davomi bor. Biz ishlagan videoga qiziqgan do'stlarning samiga. Mushu yaqindan oz bo'lmagan qarindoshlarim menga ayrim xat yozib yoki telefon qilib, men yaqinda ishlagan videolarimni topolmaganligini va yordam qilishimni so'radi. Men ularga ayrim avat bergan bo'ldim, ammo bu to'g'ri usul emas. Chunki birsi mening vaqtim ketadi, birsi sizlarning videolarni tepishinglar qolay bo'lmaydi ekan. Bunun bir oddiy usulni bilgan qisqacha so'zlab o'tsam, bu nimani ochgandan keyin, YouTube'ni ochgandan keyin, YouTube'ning bosh beti ochgandan keyin, nima yozilgan yeri bor, search, ya'ni izlaydigan yerga kirib, ismimni yozsanglar bo'ldi qarindoshlarim. Ya'ni Jasorat Umid deb yozsanglar tizimlikda chiqadi,
Doğrusu birisi uyun ötüp kaptı. Ümit degeni bassanglarla meniki nimem çıkıldı. Yani YouTube'daki kanalım çıkıldı. Ben köpçülükninki biz işleyen videolarını tepişe kolay olsun için müşavir joğlap koydum videolarını. Bu yerde o C belgesi ya ki ismimde çeksenler meninki torbetim, YouTube'daki torbetim açıldı. Bununla dikkat kılsanlar bir qancha sahifa var. Mesela en yeni işlengen videolar şu töpede var. Mesela Varis Muallim bilen işlengen tarixga ait videolarımız müşahede var. Ben bununla başka temalarım aralışıp kalıdı bazıda. Onun için köpçülüknin ayrım temalarda biz işlenen videolarını tepsi kolay buluş için mesela tariximizga nazar degan temada məxsus şu Varis Muallim bilen işlenen videolarını müşahede joğlap koydum. Bu yerde körünüğünü 5, eğer devam ne desenlama bassanlar onun ahır çıkırdı. Hemisi play all yani hemini koy deganini bassanlar şu baştan tartıp, şu birinci kısmını tartıp hazırlıca işlengen kısımları hemisi tolu koyuldu. Ondan başka bizden kanalımızda hani 240 yakın video var ki hemisi de biz özümüz işlegen videolar. Bularning ichida mesela bir inqilobiy hikoyam var. Mesela Qora Uyg'urlar. Bu asosan ilgari nimada tarqatilgan? YouTube'da tarqatmagandik, WhatsApp'da tarqatgandik. Keng ko'lamda tarqalgan hikoya. Mushuni izlab shurganlarmi borki, o'sha qarasanglar mana Qora Uyg'urlar degan ayrim temada buni qo'yib qo'ydik. Ammo o'ng tarafni cheksanglar davomi chiqadi. Va yoki boshdan hammani anglayman desanglar, addi play all hemen anlat deganini bassanglar bütün şu videonu şu Qora Uyg'urlar hikoyasini anglab chiqalasizlar boshdan oxiri. Ama aslında mı başka mesela en azıcık en köp görülgen videolar degandek nimelerim temlerim var. Demek ki bizning videoga qiziqadigan qarindoshlarimiz mana bu şey kirsanglar şu usul orqali hamma videolarimizni topa olasizlar. Ondan başka eğer bir yeni video işlenip kalsa, derhal bana haber kesin derseniz onun yolunu bekme asan. Bir kere o subscribe yani abone ol diye yerini çekip koysanız, bunun için bizim kanalımızga yeni bir video yüklense, sizge derhal kurtuluş geledi. YouTube'dan açsanızlar başka tükür alaysınız bir yeni koygan videolarını. Bizim o köpçülükten biz işlegen videolarını görüşü kolay buluş için bunun için mühim dep qaralgan videolarning hammasini şu kanalga qo'yib qo'yamiz. Şuna addi usul bir şeyga subscribe yani abone bo'l deganni chekib qo'ysangizlar, menga telefon qilib xat yozib ovora bo'lmaysiz. Inshaalloh hamma biz ishlagan videolarni topa olasiz. Rahmat ko'pchilikka.